Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi filtrimiz bitdi. Mana o'zimizni katerlar bilan jo'natyapmiz Toshkentga. Bularda kompleklarida mana nasoslari, undan keyingisi buni tuzilishi 5 ta farsumkada suv uradi. Xudo xolasa tutunni bukka aylantirib chiqarib beradi. Endi buni tozalash tizimlari bu yerdan tozalanadi, bular chiqariladi, bemalol uchlari tozalanadi. Shunaqa holatda. Bu 10 sotikka mo'ljallangan. 10 sotikgacha, 3 sotikdan 10 sotikgacha bitta. Shunaqa holatda. Endi buni narxi 2,5 million so'mga chiqdi. O'zbekiston bo'yicha eng narxi arzon bizning filtrlar. Mana qora tuturlar bizning filtrlar deydi. Qani yaqin endi bitta ko'raylikki. Mana butkada tezlashdi. Nimani yaxshi bering aka? Mana oq par. Shunaqa ham parolam oppoqligini. Oppoq par. Aka nimani o'chiringda qanaqa qora tutun chiqar ekan ko'rib qo'yamiz. Bo'ldi, mana endi tutun chiqyapti. Ko'rinyapti turgan bo'lsa tutun. Kechkada sinab qo'yapmiz-da o'sha. Bo'ldi, yaqin endi aka. O par chiqishini ko'rasizlar. Xohlasa mana endi par chiqyapti. Nima sababdan par chiqyapti? Mana sepadigan nimalarimiz bitta, ikkita, bu yerda bu tomonda 3 ta. Bu tomonda mana 4 ta, keyingisi tepada yana bitta. Baholasa shunaqa holatda. Bochkalari ham katta, ko'p nima sig'adi, suv sig'adi. Bir haftada bir marta yo undan oshiqda ham almashtirib tursa bo'laveradi. Mana xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek par chiqyapti. Mushtaka bitta o'chirib ko'rasizmi ana suvni nimani? Motorni bitta o'chiring-da. Mana uji mana qora tutun chiqyapti. Mana videoda uncha ko'rinmayapti, nimada chiqyapti. Endi o'shdagi nimani yaqinda. Mana yana endi ko'ryapsizlar, oq par chiqyapti. Bu oddiy par. Shunaqa holatda. Kimga shunaqa katerlar, kater deyman, o'zi kater yasur filtrlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.